3 million 900 dedingizmi? 3 million 900 mingdan. Ana shuni tushiraylik kvadratini. Necha puldan qilib beraylik aka? Necha puldan qilib beramiz? Oxirini aytaymi aka yo 3 million 700 mingdan qilib Ana beramiz shuni aka? 600 dan qilamiz. Korobka holatini, 1 kvadratini 3 million 600 dan. Qolganini siz to'lab berasiz. Qolgan men to'lab beraveraman. Bo'ldi. Yo ko'ndirib berasiz, yo to'lab berasiz. 3,5 milliondan ag'ini ham to'lab beraman. Achchig'im chiqib qoldi. Yo'q. Bab YouTube'da yosh kattalar. Aka. Ko'p tushunmaydi. O'shuning uchun xullas 1 kvadratini 3 million 600 mingdan kvadratini berilyapti. Tayyor korobka holat. Bunaqa kamdan kam chiqadi. O'zi asli 5,5 million 6 million sotiladi. Atrof shunaqa ekan aka. Nimaga 3 million 600 degan sabab xullas sotish kerak pajar. Eng zo'r joyi aka, umuman hali kreditsiz naqd pulga faqat. Bir xonaligi ham bor 40 kvadrat, 2 xonali 50 kvadrat. Ozgina muddatga nasiya ham qilib bersak bo'lar ekan. Bo'ldi. Keyin 3 xonali bor 73-74 kvadratdan. Liftli dom, 7 etajli, 100% monolitli. Ko'ryapsizlar, holati juda ham chiroyli, fasadlar bitgan, eshik-romlar. Siz aytayotgan summaga 1-200 mingdan qo'shsa, siz aytgandek patkuluchan qilib beraveramiz aka. Ichida patkulchi ham bor. Patkulch qilib hamma yo'qni bitkizib ham beraveramiz. Vashshi. Ozgina qo'shilib qoladi xolos. Pul baylagani ham olsangiz bo'ladi. Xullas nima qilsangiz ham olsangiz, xullas foyda qilasiz mana shu yerdan. 30 dona kvartiramiz, 30 tani atrofida qolgan past raqamlar bemalol egalari tinov qilaverasizlar. Gazi, suvi, sveti, kanalizasiya muammo yo'q. Liftni ham Italiyaniki. Italiyadan Primoy. Primoy yo'l. Aka lokatsiyasi zo'r, Mingdonobodda Moshina bozorida yonida yangi domlar aka. Uji ko'pchilik ko'chib kelganlar biladi aka, suv, svetdan umuman muammo yo'q bu yerda. Bu yerda detskiy plashatka bor ekan, buniki yangi bo'layotgan. Ha, bu отдельный детский plashatka bo'ladi. Undan tashqari mashinalarga ham bemalol parkovkalar bor aka. Sifatli, chiroyli, travertilli, keyin uni nimadirda aka? Pena blok. Ustiga qo'yilgani bazar. Bazarli, topli, hali uteplit bo'lgan dom. Uteplit bo'lgan aka. Bazar. Nima qilsin, telefon qilishsa? Xullas telefon qilaverasizlar. Domimiz oz qolgan, naqd pulga ozgina muddatga ustiga qo'ymasdan ribo olarsiz. Nasiya savdo qilib beramiz aka. Bag'i ham bor ona. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib gaplashib olaverasiz. Sog' bo'lasizlar.